Kechalari oyoqlaringizga igna sanchiganda sanchib og'riqlar yoki oyog'ingizning tagida nimadir turgandek bo'lib, yerni qattiqligini sezmayapsizmi? Ko'pchilik diabetga chalingan bemorlar buni oddiy charchoq deb o'ylashadi, lekin aslida bu qandli diabetning polineuropatiyasi hisoblanadi. Bugun sizlar bilan bundan qutulishning eng oddiy samarali 3 ta usuli haqida tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Uy sharoitida qutulish yo'llarini ko'rsatib o'taman. Diabetda qon tarkibidagi ortiqcha shakar miqdori bu asab tolalarining zararlashi hisobiga nervlarda impuls o'tkazuvchiligini buzib qo'yadi. Ya'ni sinapslar bor, nerv sistemasida o'sha sinapslar orqali bizlarda impulslar o'tkazuvchiligi ta'minlanadi. Qondagi ortiqcha shakar miqdori oddiy tilda bu nerv sistemasi uchun zahar hisoblanadi. Bu zahar o'sha sinapslarda, nerv tolalarida bir-birisiga impuls o'tkazuvchiligini bloklab qo'yadi. Shuni hisobiga bosh miyadan kelayotgan impulslar bu o'sha nishon a'zolarga signal bera olmasdan oxirgi nerv tolalarida qolib ketadi. Va bu qolgan signal sizda o'sha og'riqlarni chaqiradi. Shuni hisobiga sizning nerv tolalaringizda oxirlarida doimo achishish, og'riqlarni bo'lishi, nina sanchigandek hislarni bo'lishi va bu sizga signal hisoblanadi. Ya'ni qandli diabetda qondagi shakar miqdorini normaga olib kelish kerak degan signal beradi. Chunki bu sizga signaldan keyin agar o'z vaqtida lecheniya qilmasangiz, sizda sezuvchanlik butkul yo'qolib, qandli diabeti asoratlari sizda keltirib chiqaradi. Bunga qanaqa yechim kerak? Birinchi navbatda sizda qondagi qand miqdorini normaga olib kelish kerak. Agar sizda qondagi qand miqdoringiz 7 dan pastga tushmasa, sizga hech qanaqangi qimmatli dorilar yordam bermaydi. Va bu eng muhim qadamlardan biri, ya'ni sahrni normaga olib kelish. Chunki siz agar sahrni normaga olib kelmasangiz, nima dori ichishingizdan qat'iy nazar bu sizda hech qachon orqaga qaytmaydi. Va siz vaqtinchalik olgan ukollaringiz ham, dorilaringiz ham bu foyda bermaydi. Faqat o'zingizni aldab vaqtinchalik 3 kun, 4 kunga o'sha og'riqlaringiz yo'qoladi va keyin bu narsa yana takrorlanadi. Ya'ni diabetik polineuropatiya o'sha oyoqlardagi og'riqlar, sanchiqlar bu qondagi shakar miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Bundan tashqari qandli diabetda qon tomirlarida ateroskleroz ko'pchilik rivojlanadi. Mana shu qon tomirlarida to'plangan ateroskleroz qonni yaxshi aylanishini buzib qo'yadi va qon tomirlarida shunaqangi to'lish kuzatiladi. Buni hisobiga mayda qon tomirlarida qon aylanish sekinlashib ketadi va sizda o'sha bitish jarayonlari, nervlarning oziqlanish prosesslari yana ham tushib ketadi. Shuning uchun qandli diabetingiz bo'lsa, tuz mahsulotlarini kamaytirish, xolesteringa boy bo'lgan taomlarni kamaytirish, agar sizda ichishlar bo'lsa, spirtli ichimliklar yoki sigaret chekishlar bo'ladigan bo'lsa, buni albatta tashlashingiz kerak. Bular o'sha qon tomirlaridagi ateroskleroz jarayonlarini, qon tomirlaringizda bitib qolish prosesini yana ham kuchaytirib, polineuropatiyani og'irlashtiradi. Qondagi sahrni tushirishning eng yaxshi yechimi bu endokrinolog shifokor bilan maslahatlashib, qondagi insulin darajasini aniqlash va mana shu insulin darajasiga qarab turib sizda o'sha qandli diabetga ketish fazasi va qandli diabetni qaysi og'ir darajasiga to'chni aniqlab turib, lecheniya olsangiz qondagi sahr miqdori normaga keladi. Bu yerda men tavsiya bermayman, har xil hozir diabetda ishlatiladigan choylar, har xil badlar chiqyapti. Bularda umuman foydasi yo'q qandli diabetda va bular juda qimmat. Uni o'rniga siz meditsina tavsiya qilgan dorilarni o'z vaqtida ichsangiz, sahringiz normaga keladi. Keyingi yechim bu qandli diabeti bor bo'lgan bemorlarga vaqti bilan vitamin gruppalari kerak va bu biz meditsinada ham ishlatamiz va ba'zi bir dori vositalari, ya'ni o'sha qandli diabet asoratlari bo'lganda alfa lipovik kislota, buni ko'pchilik eshitgan. Bundan tashqari B6, B12, B1 gruppalari vitaminlarini vaqti bilan qo'llab turish kerak. Bunda albatta shifokoringiz bilan maslahatlashishingiz kerak. Ko'z ko'roni bu dorilarni olib bo'lmaydi. Har bitta doriga qarshi ko'rsatmalar bor, lekin vrach bilan maslahatlashib olsangiz, bu sizdagi og'riqlar tezda yo'qoladi. Bu dorilarning asosiy ta'sir mexanizmi nervlarda impuls o'tkazuvchanligini yaxshilab berish va nervlarda melin qobiqlarining shakllanishi. Bundan tashqari
stress fazalari bor. O'sha saharni diabetda nerv tolalарida stress bo'ladi. O'sha stressni kamaytirib beradi. Shuni hisobiga to'qimalaringiz yaxshi oziqlanib va sizda og'riqlar tezroq bartaraf etiladi. Bundan tashqari bu dori vositalari sizda nerv tolalarining qayta tiklanishida ham yordam beruvchi asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Va keyingisi eng muhim qadamlardan biri, agar siz vrachga borishga vaqtingiz bo'lmasa yoki sharoitingiz bo'lmasa, xatyabi mana shu qadamlarni uyda bajarishingiz kerak. Ya'ni bu saharni diabetda polineuropatiyasida ozgina yordamchi element sifatida ishlaydi. Birinchi o'rinda oyoqlaringizni har kuni kechasi iliq suvga, ya'ni 37 gradusda 10-15 minut davomida vanna qiling. Chunki issiq vanna bu qon tomirlarini kengaytiradi, qon aylanishini yaxshilab beradi va to'qimalarda kislorodga, oziq moddalarga bo'lgan talabini yaxshilab beradi va oyoqqa vanna qabul qilganingizdan keyin albatta buni quruq sochiq bilan artish kerak. Oyoqni ho'l qoldirmang. Chunki qandli diabetda trofika yaxshi bo'lmasligi hisobiga o'sha har xil keyin yaralar kelib chiqishi ham mumkin. Barmoqlar orasidagi suvni ham yaxshigina quritishingiz kerak. Va bundan tashqari bu o'sha iliq vannadan tashqari barmoqlaringizni harakatga keltirib va barmoqlarni uqalash va massaj orqali u yerda 30% gacha siz qon aylanishida va trofikasini yaxshilashingiz mumkin. Azizlar, agar sizda qandli diabetingiz bo'lsa va bu og'riqlar, sanchiqlar sizda kuzatilayotgan bo'lsa, darhol endokrinolog shifokoriga murojaat qiling, chunki sizga bu signal, ya'ni oxirgi signal hisoblanadi, ogohlantirish. Agar siz buni o'tkazib yuboradigan bo'lsangiz, sizda har xil qandli diabetda orqaga qaytmas asoratlar rivojlanishi mumkin. Agar sizda ham bu muammolar kuzatilsa va siz buni yechimini topa olmayotgan bo'lsangiz, bizni klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. O'zim endokrinolog Tursunov Iskandarovich, aynan o'sha polineuropatiyalar bilan shug'ullanadigan mutaxassisman. Bizning klinikamizda yotib davolanishga ham sharoitlarimiz bor. Bizning klinikamizda faqat dori-darmonlar emas, massaj, igloterapiya, fizioterapiyalar bilan bu polineuropatiyalardan tezroq qutulishingizga yordam beraman. Agar sizga videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bu videoni qandli diabeti bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.